Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, hammalaringizni kirib kelgan yangi Qurbon hayiti bilan tabriklab qolaman chin yurakdan. Maniki qo'y so'yish jarayoni, mana hozir qo'ylar kechki payt soat 17:18 bo'ldi, ya'ni kechqurun 5 dan 18 minut o'tdi. Mana shu qo'ylar hozircha egalari kelganlar. To'xtab turibdi, mana bu yerda qassoblar, maydalovchilar bor, yordamchilar bor. Hammamiz mana shu yerdamiz. O'yla qo'yni ko'tarayotgan mutaxassislar, maniki qo'ylar yotibdi. Hammasi sotilgan bu yerda. Hozir ham bir 50 tadan ziyod qo'y bor, hali yana turibdi zaxirada. Maniki bu yoqda ham o'yla biratamiz go'sht maydalayapti. Toshkent shahar Yashnobod tumani Yangiobod mavzesidamiz. Katta Yangiobod ko'chasida Huson ukamizni qushxonasidamiz. Yana qo'y so'yayotgan joyida. Men esa ismim Yo'ldosh. Familiyam Abdurahmonov. Mana shunaqa qo'y so'yyapman. Mana shu yerda 5 ta bola qo'y so'yyapti. Bu yoqdagi joyda ham 5 ta bola qo'y so'yyapti.